Tasavvur qilish mumkin bo'lgan eng dahshatli va qo'rqinchli joylardan biri. Ishonchim komil, ko'pchilik bu fikrga qo'shiladi. Ko'pchiligimiz kasalxonalarda sodir bo'lgan turli g'ayritabiiy hodisalar haqida eshitganmiz, lekin bunga shubha bilan qaraymiz. Aytishganidek, 1000 marta eshitgandan 1 marta ko'rgan afzal. Shunday ekan, bugun men sizlarga kasalxona va morglarda tasvirga olingan 5 ta g'ayritabiiy hodisalarni ko'rishni tavsiya qilaman. Qani ketdik. Birinchi video Hindistondagi morgda suratga olingan. Kadrda biz tibbiyot zambillarini ko'rishimiz mumkin. Ekranning o'rtasi birdan lipillay boshladi va zambil o'z-o'zidan qimirlay boshladi. Ko'rib turganimizdek hech qanday shamol yo'q. Daraxt barglari ham qimirlamayapti. Demak, bunga shamol sababchi emas. Zambil yana o'z-o'zidan yura boshladi va yo'lak chetiga borib ag'darilib ketdi. Kadrda yana o'sha kasalxona, faqat endi boshqa kuzatuv kamerasi kadrlari. Tasvirda suv ichish uchun kuler tomon kelayotgan erkakni ko'ryapmiz. Erkak kulerdan suv olish bilan band bo'lgan paytda uning atrofida allaqanday havorang yorug'lik manbasi paydo bo'ldi va erkakning tanasiga singib ketdi. Keyin erkak nimanidir payqab qolgandek zambil tomonga yurdi va zambil birdan harakatga kelib erkakdan uzoqlasha boshladi. Bundan qo'rqib ketgan erkak darhol iziga qaytdi. Havorang yorug'lik esa asta-sekin g'oyib bo'ldi. Bu nima edi? Nima deb o'ylaysiz? Navbatdagi tasvirlar Xitoydagi kasalxonada tunda suratga olingan. Devor yonidagi kravatda bemor yotibdi. Birdan bemorning tanasidan allaqanday narsa ajralib chiqdi. Internet foydalanuvchilarining fikricha, bu inson tanasini tark etgan jin edi. Bu bemor ertalabki tekshiruv vaqtida jonsiz holatda topilgan. Siz nima deb o'ylaysiz? Bu video montajmi? Yana Hindiston. Kasalxonalardan biridagi kamera tunda qo'rqinchli holatni suratga olgan. Kadrda kasalxona yo'lagida yotgan insonlarni ko'rishimiz mumkin. Hindistonda bu oddiy hol, chunki hamma kasallarga joy yetishmaydi. Diqqat bilan qaralsa, yo'lak oxiridagi morgning eshigi oldida insonni eslatuvchi qora shakl paydo bo'ldi. U bir qancha vaqt harakatsiz turdi, so'ng juda katta tezlikda yo'lakni kesib o'tdi. Internet foydalanuvchilarining fikricha, bu vafot etgan insonning ruhi emish. Tushunarsiz holat. Bu nima bo'lishi mumkin? Bu tasvirlar bir kasalxonada olingan. Kasalxona xodimlari hadeb morg atrofida g'alati hodisalar yuz berayotgani haqida shikoyat qilavergach, morg atrofini tunda tasvirga olishga qaror qilishdi. Bir necha xodim qo'llariga kamera olib morg eshigi atrofiga joylashishdi va g'ayritabiiy hodisalarni kuta boshlashdi. Va to'satdan eshik ortida chayqalgancha tashqariga chiqayotgan odam shaklidagi jism ko'zga tashlandi.
Xodimlarning o'ylashicha, bu bir necha oy ilgari o'z joniga qasd qilgan patologaanatom vrachning ruhi emish. Aslida bu jinmi? Nima deysiz? Navbatdagi video nazarimizda eng qo'rqinchlilaridan biri. Kasalxonalardan birida ikki qo'riqchi morg oldida allaqanday shovqinni eshitib qolishdi va u bu kim kelmaganini tekshirib ko'rish uchun morgga yo'l olishdi. Kadrda chiroq lipillab turgan yo'lak, taqillagan shovqin va o'z-o'zidan ochilib yopilayotgan qizil eshikni ko'rishimiz mumkin. Qo'riqchilar eshikka birdan yaqinlasha olmadilar, ammo yurak yutib asta-sekin eshik tomon yurishmoqda. Birdan chiroq o'chdi va eshik taraqlashdan to'xtadi. Eshikni ko'zdan kechirgan qo'riqchilar voqeaning sababini baribir tushuna olishmadi. Siz nima deb o'ylaysiz? Bizda hozircha shu do'stlar. Umid qilamanki, bu video sizning tasavvur olamingizni biroz bo'lsa-da kengaytirdi. Agar shunday bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni unutmang.